Skechers xush ko'ruvchilar bormi? Sizlar uchun ajoyib modellarni olib kelib qo'yganmiz. Eng qizig'i 4 xil rasvetkada ko'rsanglar bo'ladi. Modelni qaranglar. Hamma rangidan bor. Hozirgi kunda, ya'ni 2026-yilda trendda bo'lib turgan yangilik modellardan materiallari ham cho'tki sifatida bo'ladi. Podoshalari ham yumshoq va yengil. Qaranglar, qo'l bossanglar o'zi kirib ketyapti. Vazn bo'yicha ham chempion, rasvetka model bo'yicha ham juda ham chiroyli ishlangan. Buni endi pishiqligini o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Orqalari mana bunaqa loshkali variant deydi buni. Yangilik variantlardan, demakki, kiyishda bu oyoqni qarang, orqasi nisbatan qattiqroq bo'ladi. Kiyishda bosilib qolmaydi, osongina kiyib yechasiz. Bu to'q rangi bo'lsa, bu qora rasvetkasi, qorasi ham lekin oyoqda juda ham chiroyli turadi. Mana bu to'q maloshniy sveti. Buni ham qaranglar, podoshalari ham juda ham o'ziga podsvetkasi ham cho'tki turibdi. Bu yoqda yana qo'shimcha ravishda komplektlardan olib kelib qo'yganmiz. Modellarimiz bu yoqda ham ko'rsanglar bo'ladi. Anchagina Skecherslardan yangiliklar olib kelib qo'yganmiz. Eng qizig'i, bular birinchi qo'l, ya'ni Xitoydan o'zimiz borib olib kelganmiz. Shuning uchun narxlari ham juda ham yoqimli chiqqan. Kimga narx qiziq bo'lsa, pastda link qoldiramiz. Telegram kanaliga narxlari bilan joylaydik. O'tib ko'rsanglar bo'ladi, akalar. Hammalarni do'konimizda inshaalloh kutamiz. Boshqa viloyatdagi mijozlarimizga mana shunaqa sifatli oyoq kiyimlarni dastavkasini ham qilib beramiz. Buning uchun albatta bizga direktdan murojaat qilsanglar bo'ladi yoki Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.